Sun'iy intellekt bankirlarni ishsiz qoldiradimi? Moliya sohasining kelajagi qanday bo'ladi? Ushbu savollarga javobni Toshkentda bo'lib o'tayotgan Silk Road Finance and Technology forumidan izlab ko'rdik. Sun'iy intellekt agar hayotni uprostiy qilsa ham baribir odam boshqacha tushuntiradi, odam boshqacha yo'naltiriladi. AIda empatiya degan narsa yo'q. Bizning xodimlarimizda bor. Hech qachon AIga berib qo'yilmaydi. Sun'iy intellekt bu yordamchi bo'la oladi bank xodimlariga. Qandaydir tarzda masofaviy xizmatlarni yo'lga qo'yishda asosiy kuch hisoblanadi. Sun'iy intellekt ham banklarga allaqachon kirib kelgan. Buni masalan Agrobankning Agrozamin AI platformasi misolida ko'rishimiz mumkin. Agrozamin AI platformasi bu fuqarolar uchun biznes rejalarni osonlashtirish, tuzishni osonlashtirish uchun qilingan platforma bo'lib, g'oyangizni iloji boricha real hayotda o'zingizga g'oyangizni chiqarib berishga yordam beradigan platforma. Agrozamin AI tadbirkorning biznes g'oyasini rejalashtirishga yordam beradi. Masalan, g'oyangiz bor, lekin biznes rejani qanday tuzishni bilmaysiz. Shunda g'oyangizni platformaga kiritasiz va u siz uchun biznes reja tuzib, xarajatlarni ham kutilayotgan daromadni ham hisoblab beradi. Bundan tashqari, hududingiz sharoitiga mos tavsiyalar ham beradi. Sun'iy intellekt bu как robot. O'shaning uchun odam bergan hissiyotlarni, yordamlarni sun'iy intellekt bera olmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Kelajakda bankirlar ishsiz qoladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.